Assalomu alaykum. Robocon testidagi 0293 masalani yechamiz. Shifrlash 1. Xo'sh, bu masalada mana bu xabar beriladi. Bu xabarni shifrlab chiqarishimiz kerak. Endi bundan ana shu qonuniyatni topishimiz kerak. E'tibor bering. Demak, hello deyaptimi? Birinchi 5 deyapti. E'tibor bering. Bu nima? 5 ta harf ekan. Endi bular ikkilik sanoq sistemalariga aniq. Xo'sh, nimani ikkilik sanoq sistemasiga o'girgan deb o'ylashingiz mumkin? Birinchi xayolimizga keladigan narsa bu harflarni alfavitdagi ASCII kodini deb o'ylaymiz. ASCII kodi nima edi? Misol uchun H harfi bo'lsa, H harfi, mana bu alfaviti, kompyuterning alfaviti har biriga demak kodi bor o'zini. Ana kichik H bo'lsa 104 ekan, e'tibor bering. 104. Demak, 104 ni ikkilik sanoq sistemasiga o'girib ko'ramiz. Qani, shu to'g'rimi? Mana bu kalkulyatorni ochib turib, ana programmistligini tanlasangiz, 104 ni tanlasangiz, ana binarida ikkilik sanoq sistemasidagi chiqadi. Ana qarang, demak, ana 110 va 1000, 110 va 1000 to'g'ri ekan. Xo'sh, endi ikkinchi harfi, Y harfi. Y harfini bu yerdan ana ASCIIdan 101 ekan. Endi bu yerdan 101 ni yozsak, davom ettiramizmi? 101 ni yozsak, mana hozir ko'ramiz. Demak, 101niki yana 110 0101. Ana 110 0101 to'g'ri ekan. Demak, nima ekan qonuniyati? Har bitta harfni olib, uni ana bu ASCIIdagi kodini topib, uni keyin ikkilik sanoq sistemasiga o'girib chiqarishimiz kerak ekan. Har bir tilda o'zi ikkilik sanoq sistemasiga o'girish uchun va kodni aniqlash uchun o'z funksiyalari bor. O'shani ishlatamiz. Bir ikkilikka o'girishdan bu C++ tilida bo'lsa, o'zimiz hosil qilamiz. Qolgan tillarda tayyor funksiyalar bor. Demak, bu masalaning sharti edi. Keling, endi shu masalani C++ da yechaylik. Visual Studio'da C++ tilini tanlab, Create hosil qilib olamiz. Qayerga saqlashni ko'rsatib, Create ni bosamiz. Xo'sh, endi kommentani o'chirib tashlaymiz. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Endi using namespace std deymiz, standart namespace ni ishlatish uchun. Xo'sh, birinchi bu keling string bibliotekasini qo'shib qo'yaylik, chunki string tipida bilan ishlaymiz. Endi string xabar. Xabarni o'qib olishimiz kerak, to'g'rimi? Xabarni o'qib oldik. Endi cout bilan xabarni uzunligini chiqarishimiz kerak, to'g'rimi? Length degan funksiya bor. O'sha bilan chiqaramiz va keyingi qatorga o'tish uchun buni yozamiz. Endi birma-bir buni harflarni olishimiz kerak. Xo'sh, for char harf deylik. Xabar desak, yana bu birma-bir harflarni oladi. Harf deb yozamiz, harf. Endi qarang. Kelingki bunda harflarni chiqarsak, hozir bu char tipida bo'lgani uchun harfni o'zini chiqaradi. Keling shuni ishlatib ko'raylik. Ana masalan hello deb yozsak, ana 5 ta uzunligini chiqardi va harflarni chiqardi. Endi qarang, bu char tipda bo'lgani uchun harfni chiqardi, to'g'rimi? Agar buni int tipiga o'girsak, bu xotirada ASCII kodiga o'girishimiz kerak edi-ku. Shundoq ham o'sha kod holatda saqlanadi. ASCII kod, ana e'tibor bering hozir. Ana hello desak, ana demak ana 104, 101 boyagi kodlar, 108, 108 ASCIIdagi kodlar, to'g'rimi? Ana bu kodlari. Endi xo'sh, buni endi ikkilik sanoq sistemasiga o'girishimiz kerak. Xohlasak buni o'zimiz ikkilikka o'girishimiz mumkin. Harfni masalan 2 ga bo'lib chiqaraversak, qoldig'ini olaversak, ikkilikka o'giradi, to'g'rimi? Bilamiz. Endi xohlasak tayyor bitta biblioteka bor, bitset degan. Bu o'sha ikkilikka o'giradi. Ana bitset, ana bu yerda endi nechta uzunlik kerak bizga? Bizga 7 ta uzunlik kerak. Nimaga? Chunki ana buni sanasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va
Biz endi bu yerda aytyapti-ku, so'z deyapti. So'z bo'lgani uchun eng ko'pi bilan ana bu Z bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 122 va biz kalkulyatordan 122 ni yozsak, bu ham 7 ta, 8 ta emas. Aslida agar to'liq alfavit oladigan bo'lsak, 8 ta qilishimiz kerak. Lekin unda 8 ta qilsak, oldiga ba'zida o'sha 0 tushib qolishi mumkin. Shunga 7 ta qilganimiz ma'qul. Demak, bitlar deylik, bo'lmasam bitlar va harf. Xo'sh, endi buni ana string deylik, string natija deylik. Shuni bitlarni toString mana string tipiga o'giramiz. Bu nima qildi? Ana bu harfni oldida bit ikkilikka o'girdi. Ikkilikka o'giradi. Bilamiz, ya'ni har bitga o'giradi. Xo'sh, har o'sha ASCII'dagi. Endi va natijaga toString deb o'sha 0-1larni natijaga yozamiz. Hozircha natijani chiqarsak, e'tibor bering hozir. Mana hello desak, mana biz xohlagan narsa bo'lyapti, to'g'rimi? Endi boya aytdik, ana bu 8 qilsak nima bo'ladi? 8 qilsak oldiga mana hello desak, oldiga 0 tushib qoladi. Ya'ni xohlagan uzunlik qilsak bo'ladi u yerda. Oldiga 0 bilan to'ldiradi agar yetmay qolsa. Endi bizda doim so'z bo'ladi degan umidda ana bu 0 ni 7 ta qilamiz. 7 ta qilamiz. Aslida 256 ta, ana bu ASCII kodda 256 ta nima bor? Belgi bor. Shunga 8 ta qilishimiz kerak va keyin mana bu stringdan 0 ni o'chirib tashlasak bo'ladi, agar to'liq hamma belgilarni ishlatilgan bo'lsa xabarda. Lekin biz bilsak, xabar aniq harflardan iborat bo'ladi. Shunga 7 ta qilib qo'ysak osonroq bo'ladi, xolos. Endi shuni yana bir bo'lishlab ko'raylik. Hello dedik. Xo'sh, o'zimiz xohlagandek formatda chiqaryapti. Endi buni olib tekshirishni yuborib ko'ramiz. Va bu yerdan C++ ni tanlab yuborishni bosamiz. Va natijani testlardan o'tyapti. 100 ta test boradi. Mana hammasidan o'tib bo'ldi va accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning C++dagi yechimi edi. Biz asosan ana bu tayyor bibliotekadan foydalanib ikkilikka o'girishda ikkilikka o'girib oldikda, keyin buni string tipiga o'girib chiqardik. Quyidagi Telegram, YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'lamiz. Ilmni tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz.